Siz uy qurayotganingizda eng katta xato nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik qimmatroq beton olsam uyim mustahkamroq bo'ladi deb o'ylaydi. Boshqalar esa betondan tejashga harakat qiladi. Aslida bu katta xato. Betonni narxiga emas, uni qayerda ishlatilishiga qarab tanlash kerak. Bugun 100 markadan 800 markagacha bo'lgan betonlarni qayerda ishlatilishini oddiy tilda tushuntirib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, balki shu 5 daqiqa sizni millionlab so'mlik xatodan saqlab qolishi mumkin. Beton markasi o'zi nima? Beton markasi bu betonning mustahkamlik darajasini bildiradi. Ya'ni 1 santimetr kvadrat yuzaga qancha og'irlik tushish, ya'ni uning yuk ko'tara olish qobiliyati. Demak, marka oshgan sari beton ko'proq yukni ko'taradi, ammo har doim yuqori marka kerak degani emas. Eng to'g'ri tanlov bu loyiha talabiga mos bo'lgan beton. 100 va 150 markali beton. Bu beton markalari tayyorlov ishlari uchun moslangan. Ya'ni poydevor osti qatlami, bog' yo'laklari, bordyurlar uchun mos. Uy poydevorida esa ishlatish tavsiya etilmaydi. 200 va 250 markali beton shaxsiy uy qurilishida eng ommabop markalardan hisoblanadi. Hovli, garaj, steyashka va ayrim poydevorlar uchun ishlatiladi. Tanlov esa loyiha hisobiga bog'liq. 300 va 350 markali beton. Bu 2-3 qavat uylar, monolit, plitalar, ustun va to'sinlarda keng qo'llaniladi. Ya'ni mustahkamlik darajasi yuqoriroq. 400 va 600 markali beton. Bu mustahkamlik darajasi ancha yuqori. Ko'p qavatli binolar, tonnellar, sanoat obyektlari, ko'priklar va maxsus inshootlar uchun ishlatiladi. 700 markali beton. Bu juda yuqori mustahkamlikka ega beton bo'lib, u ko'priklar, gidrotexnika inshootlari, sanoat obyektlari va katta yuklama tushadigan konstruksiyalarda keng qo'llaniladi. Xususiy uy qurilishida esa odatda qo'llanilmaydi. 800 markali beton eng yuqori mustahkamlikka ega beton markalaridan biri bo'lib, aniq tekshiruvlar asosida tayyorlanadi. Bu marka osmono'par binolar, aeroportlar, tonnellar va muhim strategik muhandislik inshootlarida keng qo'llaniladi. Demak, eng qimmat yoki eng yuqori markali beton har doim ham to'g'ri tanlov emas. Beton markasi loyiha talabiga mos bo'lishi kerak. Oddiy uy uchun 700 yoki 800 markali beton aksariyat hollarda ortiqcha xarajat hisoblanadi. Xulosa shuki, betonni narxiga qarab emas, loyiha va muhandis tavsiyasiga qarab tanlang. Noto'g'ri marka ortiqcha xarajat yoki xavf tug'dirishi mumkin. Agar siz Toshkent viloyati yoki Bo'stonliq tumanida 100 markadan 600 markagacha sifatli beton izlayotgan bo'lsangiz, Alibeton sizga yordam beradi. Izohlarda savolingizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Alibeton, mustahkam qurilish sifatli betondan boshlanadi.